Assalomu alaykum akalar, ko'rishinglarni sizlar uchun aytgan bir egzana bir Hasan Husan. Bunisi Hasan, bunisi Husan. Xolasiz Poti, xolasiz Zuhra. Farqi yo'q xullas. Bu pichoqlarni ko'ringlar. Qillar klapindan soplari cho'ni grafda, naboy qilib terilgan soplari ham. O'ta motadan moshni chiqqan. Buni kelishini ko'ramiz endi qato. Ko'ringlarmi buni? O'ta motadilaganmi? Negativlar uchun. Bu keyin buni chopqisi ham ko'rishinglar mumkin, bir qarich. Boltani o'zi kerak emas bunga. Chopqi ham o'ta dahshat chiqib o'rgan. Bu bunisi ham xuddi shunaqa. Chopqisini ko'ringlar, bir qarich. Boltadan farqi yo'q. Katta pichog'ini ko'ringlar buni, katta pichog'ini. Xudolar zanglab qorayib olmaydi, qassob akalar uchun o'ta moshni ish. Sovg'aga ham, boshqaga ham vobshe dahshat. Bu kesishini ko'ryapsan, kesishini. Mo'ng qaranglar akalar. Mo'ng qaranglar. Uzib yuboraman-da, uzib yuboraman. Bunda kesdim endi. Boshqasini kesaman. Qora sopligilar akalar. O'ta mo'tadilarda. Uzib yuboraman-da akalar. Endi nima qilib beray? Aytinglarchi, nima qilib beray yana akalar? Nima qilib beray? O'ta mo'tadil ishlar bo'lsa bular. Sizlar shu pulni to'lab olsanglar bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Narxini aytib o'taman, 1.600.000 so'm, dastavkasi O'zbekiston bo'yicha tekin. Ism yozish hammasi bepul, mutlaqo. Kimga kerak bo'lsa pastdagi nomerga aloqaga chiqa olasizlar.